san'atkor odam baxtsiz bo'lsa ham buni muxlislariga ko'rsatmaslik kerak. Har doim baxtga ko'rsatish kerak, chunki san'atkorga o'xshashga harakat qiladigan insonlar bor. Masalan, biz o'zimiz ham yoshlikdan shunaqa bo'lganmiz. Yaqindagina Instagramda ko'rib qoldim, Jahongir Otajon siz maqtadilar o'sha qo'shiqni ijro etganingizda. Boshqa mualliflik qo'shiqlarni aytganingizda mualliflik huquqi bor hozir. Qanaqadir qarshiliklar bo'lmadimi? Qora tunni ijro etganman. Biza unga ruxsat Olgansizlar. so'raganmiz Madaniyat vazirligiga borib turib. Lekin kimdandir aynan qo'shiqda egalaridan eshita olmaganman. Lekin muxlislardan eshitganman. Juda chiroyli ijro bo'ldi deb. Va uchrashmadikni esa Jahongir akam o'zi birinchi gapirganlar. So'zlarida sal adashib ketganimni. Lekin shu qora tundan ko'ra uchrashmadik qo'shig'i o'zimga juda ham yoqqan. Men bilardim uddalashimni. Uchrashmadikni Jahongir akadan ruxsat so'raganingizda boshida yo'q demaganmilar Yo'q. Men o'zi boshida duet taklif qilganman, aynan shu qo'shiqqa. Ular Eski qo'shiqlarimga vaqt ajratmayman. Keyin yangi qo'shiq qilaylik, hozirgi davrga mos. Sho'x qo'shiq deganlarda, bo'lmasam bu qo'shiqni menga bering, men ijro etay. Keyin ko'pchilik ishonmagan, ijro eta olmaysan, kuching yetmaydi, ovozing yetmaydi bu qo'shiqqa deyishgani uchun ham aytganman-da.